Barchaga salom. Bilasizmi loyihasi va sizlar bilan Madina. Bugun Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomiga bag'ishlab talabalar o'rtasida qiziqarli so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Bobur sizningcha kim edi? Sarkarda, davlat arbobi, shoir yoki hammasi? Shoir va sarkarda. Savol talabalardan so'raymiz. Bobur sizningcha kim? Sarkarda, geograf, shoir. Bobur biz uchun albatta birinchi o'rinda faxrimiz biz. Ham geograf, ham tarixchi, ham adabiyotchi. Zahiriddin Muhammad Bobur necha yoshda taxtga chiqqan? 12 yoshda chiqqan. Bobur sizningcha kim? Podshoh, sarkarda, davlat arbobi, geograf. Birinchi o'rinda shaxsiy fikrim olim, hop, tarixchi, geograf. Endi shularning barchasi. Albatta. Bobur asarlarida sizni eng ta'sirlantirgan g'oya qaysi? Vatan sog'inchi. Rahmat kattakon javobingiz uchun charchamang. Bobur ijodida sizni eng ta'sirlantirgan g'oya qaysi? Vatangadolikda yurganda vatanni eslab doim o'shada hayotini o'tkazgan, jangi jadallarda qatnashgan, lekin hech qachon vatanini unutmagan, to'ppa-to'g'ri. Shu sizni ta'sirlantiradi? Albatta. Rahmat kattakon domla, vaqtingizni ajratganingiz uchun charchamang. Bobur ijodida sizni eng ta'sirlantirgan g'oya qaysi? G'oyami? Keladigan bo'lsa, G'oya o'zi nima edi? boshqa yurtda bo'lib turib, ya'ni Hindistonda bo'lib turib, o'z Andijonini sog'inishi bor. Sizga savol beramiz hozir. Hozir savolimni o'ylab oling. Hozir. Bobur sizningcha kim edi? Tarixchimi, sarkardami? O'zi aslida Temuriylar sulolasidan Bobur. Qarang-a, mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Hop, shoir. Aha. Bundan tashqari geograf sifatida bu Hindiston tabiati, O'zbekiston tabiati, ana shularga qisqacha va katta mazmunlarda Qisqachami, katta mazmunda? Katta mazmunda yozib ketgan. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Charchamang. Buni